Mavzuyimiz uchburchak, uning elementlari va turlari. Uchburchak o'zi nima degani? Uchburchak bu bir to'g'ri chiziqda yotmagan, ixtiyoriy A, B va C uchta nuqtani tutashtirishdan hosil bo'lgan yopiq shakl hisoblanadi. Bu nima degani? Masalan, agar biz uchta nuqtani ketma-ket qo'ysak hamda ularni birlashtirsak, bu kesma bo'lib qoladi. O'sha uchta nuqtamiz bitta chiziqda to'g'ri yotgan bo'ladi, bunda kesma hosil bo'ladi. Lekin uchta nuqtani bitta to'g'ri chiziqda yotqizmasdan har xil joylarga qo'yib, uchalasini birlashtirsak, bizda uchburchak hosil bo'ladi. Uchburchak hosil qilishning o'ziga yarasha qonun-qoidalari bor. Ya'ni, uchburchakning ixtiyoriy ikkita tomonini bir-biriga qo'shsak, uchinchi tomonidan kattaroq bo'lishi kerak. Uchburchakning ixtiyoriy ikkita tomonini bir-biridan ayirsak, uchinchi tomonidan kichkina bo'lishi kerak. Agarda uchburchak yasamoqchi bo'lsak, ushbu qonun-qoidalarga to'g'ri kelmasa, keltirilayotgan sonlarimiz, demak bizda uchburchak yasalmaydi. Uchburchagimizning qayerdir ochilib qolishi mumkin. Keyin uchburchaklarimiz burchaklariga ko'ra 3 turga bo'linadi. Bular o'tkir, o'tmas hamda to'g'ri burchaklar hisoblanadi. O'tkir burchak bu 90 gradusdan kichkina bo'lgan burchaklar hisoblanadi. O'tmas burchak esa 90 gradusdan katta bo'lgan burchaklar hisoblanadi. To'g'ri burchak esa bu to'g'ri, ya'ni 90 gradusning o'zi hisoblanadi. Burchaklar 3 turga bo'linadi aytib o'tganimdek. Keyin uchburchakning perimetrini topish uchun perimetr teng A qo'shilgan B hamda C formuladan foydalaniladi. Bu nima degani? Bizda perimetrni topishimiz kerak. A'imiz bu uchburchakning istalgan burchagi, B'imiz ham istalgan tomoni, C'imiz ham istalgan tomoni. O'sha A, B, C uchta tomonni bir-biriga qo'shsak, uchburchakning perimetri kelib chiqadi. Endi shu va shunga o'xshash mavzularni ishlab o'tamiz. Undan oldin uchburchakning burchaklariga ko'ra 3 turga bo'linishiga to'xtalib o'tamiz. Uchburchagimizning ichki burchaklari yig'indisi, ya'ni uchburchakda 3 ta burchak bo'lsa, o'sha burchaklarni qo'shib chiqsak, 180 gradusga teng bo'ladi. Ya'ni ichki burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Endi shu va shunga o'xshash misollarni yechib chiqamiz. Bizda masala keltirilgan. Uchburchakning bitta burchagi 75 gradus, ikkinchi burchagi 45 gradus. Uchinchi burchakni toping. Aytib o'tganimdek, uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng. Buni topish uchun ikkita burchagini bir-biriga qo'shib olib, umumiy, ya'ni ichki burchaklari yig'indisidan ayirib olishimiz kerak. Keyingi B variantiga kelsak, to'g'ri burchakli uchburchakning bitta burchagi 65 gradus. Qolgan burchaklarni toping. Bu yerda bizda bitta burchagimiz ma'lum, ya'ni 65 gradusimiz ma'lum, ammo biz ikkita qo'shimcha burchakni topishimiz kerak. Buni qanday qilib qilamiz? Bizga kalit so'z sifatida to'g'ri burchakli deb aytib o'tilmoqda. To'g'ri burchakli degani o'sha aytib o'tganimdek to'g'ri, ya'ni 90 gradus bo'ladi. 90 gradusni o'zi bunga aniq bir o'lchov birligi qo'yilganligi uchun o'z-o'zidan uning yana bitta ikkinchi burchagi 90 gradus ekanligini aniqlab olishimiz mumkin. Endi misollarni yozma shaklda yozib o'tsak. Yechish. Birinchi yechishni A variantidan boshlaymiz. A variantimizda birinchi amal 75 qo'shilgan 45. Chiqqan javobimiz bo'ladi 120. Endi bizda uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradus bo'lganligi uchun 180 dan ayirib olyapmiz 120 ni. Chiqqan javobimiz esa 60 gradusga teng. Demak, bizda uchburchagimizning keyingi, ya'ni oxirgi 3-burchagi 60 gradusga teng. Endi keyingi misolimiz, ya'ni B variantiga o'tib olsak, B variantining yechishi. Birinchi amalimizda bizda aytganimdek to'g'ri burchak, ya'ni 90 gradus edi.
90 gradus o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Hamda bunga 65 soni qo'shiladi. Ya'ni aytib o'tilgan birinchi son plus 55 gradusga teng. Ikkinchi amalda o'sha 90 va 65 sonlarni qo'shib olganimizdan keyin chiqqan javobimiz 155 chiqdi. 155 gradus. Ya'ni 3 burchakning ikkita burchakni qo'shsak 155 gradus chiqdi. Biz endi 3-burchagini topib olishimiz kerak. 3-burchagini topib olishimiz uchun 180 dan ayirib olyapmiz 155 ni. Chiqqan javobimiz 25 gradus. Bu misolimizning javobi 25 gradus ekan. Masala keltirilmoqda. Bir tomoni 50 metr, ikkinchi tomoni 70 metr hamda uchinchi tomoni 100 metr bo'lgan 3 burchak shaklidagi bog' to'siq bilan o'raldi. Bog'ni to'siq bilan o'rash uchun necha metr to'siq kerak bo'ladi? Bunda bizda bitta bog' bor. Uning bir tomoni 50 metr, bir tomoni 70 metr hamda yana bir tomoni esa 100 metr. Biz o'sha bog'ning atrofini reshotka, ya'ni to'siq bilan birga o'rashimiz kerak. Bunga bizga necha metr reshotka kerak bo'lishini topib olishimiz kerak. Buning uchun birinchi o'rinda perimetrini topib olamiz. Ya'ni hamma tomonning uzunligini. Yechish. Perimetr teng A qo'shilgan B qo'shilgan C formulaga asoslangan holda perimetr teng 70 qo'shilgan 50 qo'shilgan 100 sonlarini yozib 220 sonni hosil qilamiz. Qisqasi, demak, bizda perimetrimiz 220 soni bo'lganligi uchun bog'ni to'liq to'siq bilan birga o'rash uchun 220 metr to'siq kerak bo'ladi. Keyingi masala. Guli tomonining uzunliklari 3 metr, 4 metr hamda 5 metr bo'lgan 3 burchak shaklidagi gulzori atrofiga gul ekmoqda. U har 20 santimetrga bir tup gul eksa, jami necha tup gul ekadi? Demak, gulida gulzor bor ekan hamda uning uzunliklari 3, 4 va 5 metrdan iborat ekan. Bundan bilishimiz mumkin, gulining gulzori 3 burchak shaklida. Demak, guli har 20 santimetrga, har 20 santimetr tashab, bittadan tup gul ekib chiqar ekan. Bitta tup gul ekar ekan, yana 20 santimetr o'tib yana bitta tup gul ekar ekan. Yana 20 santimetr o'tib yana bitta tup gul ekar ekan. Shunaqa qilib, polniy bog'ni atrofini gul bilan birga o'rab chiqqan ekan. Bunda keltirilyapti. Biz opshi bog'iga nechta tup gul ekilganini topishimiz kerak. Bunda birinchi bo'lib bog'ning uzunligi, ya'ni perimetrini topib olishimiz kerak. Perimetrini topish uchun perimetr teng A qo'shilgan B qo'shilgan C formuladan foydalangan holda perimetrini topib olamiz. Hamda bu yerda bittasi metrda, bittasi santimetrda keltirilmoqda. Buni eng kichik birligi santimetr bo'lganligi uchun santimetrga o'tkazib olib, misolimizni yechishini ishlab ko'ramiz. Yechishimizga kelsak, birinchi amalimizda aytib o'tganimdek perimetrini topib olishimiz kerak. Perimetrimiz teng 3 qo'shilgan 4 qo'shilgan 5. Chiqqan javobimiz esa 12. Bu 12 metr bo'ladi. Endi metr santimetrga o'tkazib olishimiz kerak. 1 metrimiz 100 santimetr bo'lganligi uchun 12 ni 100 ga ko'paytiramiz. Chiqqan javobimiz esa 1200 bo'ladi. Keyingi amalimizda har 20 santimetr tashib bir tup gul ekkanligi uchun 1200 ni bo'lib olamiz 20 ga. Chiqqan javobimiz 60. Demak, guli
gulzorini gullar bilan to'ldirish uchun 60 tup gul, ya'ni ko'chat sarflagan ekan. Mavzuyimiz shundan iborat edi. Savol va tushunmovchiliklar bo'lsa, kommentariyaga murojaat qilishingiz mumkin.